Assalomu alaykum barchaga, hammaga yaxshimisizlar. Sizlar bilan Hamidullo Tursunboyev Studygram qiyin misollarga yechim berishda davom etamiz. E'tiborli bo'ling. 21-misol nima deyapti? Scatter plot shows the relationship between x and y for 9 data points in dataset A. A to'plamdagi 10 ta nuqta uchun demak, scatter plot x, y bo'yicha munosabatni ko'rsatarkan. A to'plam bor, uning elementlaridan tuzilgan endi funksiya ham bor ekan, shu grafikda berilgan. Mana bu ko'rib turgan grafikingiz A to'plamning grafigi. Endi dataset B is created by multiplying y value of each data point from dataset A by 40. B to'plam create yaratilibdi. A to'plamdagi har bitta nuqtani 40 ga ko'paytirib. Shu yerdan tushunish mumkinki, y b barobar ekan, y a ko'paygan 40. Which of the following equations is the most appropriate model for dataset B? Bu to'plam uchun mos bo'lgan funksiyani modelni top deyapti. B to'plamnikini topish uchun avval men grafikdan foydalangan holatda A nikini topishim kerak. Grafik e'tibor qilsanglar, bu yerdagi funksiya y a barobar exponential a b ni x. A bu yerda y intercept, y ni kesib o'tayotgandagi nuqta. Necha bo'lishi mumkin? Mana bu yer 20. Mana bu yarmi 10. 10 dan ham kichkina son. Men mana bu yerlarda 7 ni ko'ryapman-da, 7 bo'lishi mumkin ekan deb faraz qilamiz. Qavs ichidagi son nima bo'lishi mumkin endi? A funksiyada. Qarang, mana bu B da hammasida 2 11, 2 11. Aniki ham 2 11. Mana A funksiya chiqdi. Mana shu narsa endi 40 ga oshirilganida y b chiqqan. Ko'paygan 40. Buni hisoblaydigan bo'lsak 280, 211 ni x. Mana B funksiya ham chiqdi, juda ham go'zal ravishda hosil bo'ldi. Bunga eng yaqinini so'ragan, eng yaqini mana B javob bo'ladi. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Studygram SAT kanaliga hozir obuna bo'ling. Mana shu videoni hozir ko'rib bo'ldingiz. Mana endi Telegramga kirib kanalga obuna bo'lib qo'ying, juda ham katta manfaat olasiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.